Qadrli savodoshlar, bugun muhim ingliz tilining 5-6 darsini o'tamiz. Biz 1-darsni 4-darsda o'rganib bo'ldik. Tovush qismini o'rganib bo'ldik. Andan keyin mashqlarni ishlab bo'ldik-ku. Darsda yana Bilton meniki taxallusim. 5-6 dars nimda to'g'riliq dars desanglar, nice to meet you. Siz bilan tanishganligimdan xursandman degan dars. Andan keyin what make is it? What make is it? Bu nima markalik? Bu nima markalik mashina degan. Yani bu markası nima degan tekst. Avval 5-ci dərsning sözlükləri qarab baxaydı. 5-ci dərsning birinci sözü, birinci tavışı nima ekan? Mga. Mga'ni qo'shsaq me, s'ni qo'shsaq miss. T'qa r'ni qo'shsaq ter, Mr. Mr degan gap, apandim degan gap, apandim degan gap. Mr. İkinci sözning birinci tavışı nima ekan? G'ga. G'ga o'ni qo'shsaq g. J'ni qo'shsaq good, good. Good degan yaxshi degan gap, yaxshi degan gap. Andan keyin sözning birinchi tavushiga qarasak, m'ga o'ni qo'shsaq mo, r'ni qo'shsaq more. M'ga n'ni qo'shsaq ne, n'ni qo'shsaq ning, morning, morning, morning. Good morning desek, ya'ni atganligingiz xayrli bo'lsin degan gap, ya'ni inglizlar atdeganda, boshqalarga uchrashgan chaqda deydigan gap, good morning. Morning degan sahar atgan degan gap. Keyin sözning birinchi tavushi nima ekan? M'ga. M'ga'ni qo'shsaq me, s'ni qo'shsaq miss. Miss degan gap qizchaq degan gap. Ya'ni to'y qilmagan qizlarning oldiga qo'shimiz, ya'ni ma'lum bir ayol to'y qilmagan bo'lsa, uning oldiga miss palonchi deymiz. Ya'ni to'y qilmagan palonchi gul degan ma'nosi chiqadi. Uyg'ur tilida deymiz buni. Ya'ni palonchi qizchaq deymiz, qizvola deymiz. U ash qizvolninki to'y qilmaganligini bildirdi, Keyin sözning birinchi tavushi nima ekan? M'ga. N'ga o'ni qo'shsaq no, no. No degan yangi degan gap. Endi inglizlar bizda buni new deb oladi. Amerikaliklar bu new deb oladi, no, no. Yangi degan gap. Endi keyin sözning birinchi tavushiga qarasak nima ekan? Shga. Ikkinchi tavush nima ekan? T'ga. O'ni qo'shsaq to, t'ni qo'shsaq tud, stud. N'ni qo'shsaq student, n'ni qo'shsaq student, student. Student degan gap o'quvchi degan gap, o'quvchi, student. Keyingi so'zning birinchi tavushi nima ekan? Fga. Ikkinchi tavushi nima ekan? R'ga. R'ni qo'shsaq ra, n'ni qo'shsaq ran, ch'ni qo'shsaq ranch. French, French. French degan Fransiyaning, fransiyalik degan gap, Fransiyaning fransiyalik degan gap. Endi keyingi so'zningki birinchi tavushiga qarasak, nima ekan? D bilan j qo'shilsa j deb o'qiydik. J'ga r'ni qo'shsaq jr, jr. M'ga n'ni qo'shsaq m, n'ni qo'shsaq min, German. Urg'u 5 ekan, shunga 5ni kuchli olamiz. German. German. German degan Germaniyaning, germaniyalik degan gap. Germaniyaning germaniyalik degan gap. Andan keyin ma so'zning birinchi tavushi nima ekan? M'ga. M'ga ayni qo'shsaq nice, s'ni qo'shsaq nice. Nice degan gap, night yaxshi, esil, baland degan gap. Good bilan o'xshaydi, darajasi gooddan yuqori, gooddan yuqori. Andan keyin ma'lum birinchi tavushi nima ekan? M'ga. M'ga i'ni qo'shsaq meet, ni qo'shsaq meet. Meet degan gap ko'rishish degan gap, ko'rishish degan gap. Andan keyin so'zning birinchi tavushi nima ekan? J'ga. J'ga'ni qo'shsaq ja, p'ga ni qo'shsaq p, jap. N'ga i'ni qo'shsaq ni, zni qo'shsaq niz, Japanese. Ya'ni urg'u ni degan, shu ni'ni kuchli qo'lsizlar. Japanese. Ya'ni Japanese desanglarmi xato emas, to'g'ri. Ikki xil oldi. Japanese, ya'ni birisi Japanese, Japanese. Ya'ni Yaponiyaning, yaponiyalik degan gap. Keyingi so'zning birinchi tavushi nima ekan? K'ga. K'ga i'ni qo'shsaq k, r'ga i'ni qo'shsaq rien, n'ni qo'shsaq rien, Korean, Korean. Diqqat qilinglar, buning urg'usi rida, urg'usi rida. Shunga Korean, Korean. Yoki Korean desanglar bo'ldi, yoki Korean desanglar bo'ldi. Amerikaliklar qaysi so'z tushunoladi yoki mana shu xil talaffuzda leverda. Korean, 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 Andan keyin so'zning birinchi tavushi nima ekan? Ch'ga. Ch'ga ayni qo'shsaq chai, chai. Andan keyin nima ekan? N'ga. N'ga'ni qo'shsaq ni, zni qo'shsaq niz, Chinese. Unda esa urg'u qasd ekan, nining ustida ekan. Unda esa China to'ara qoldi ekanmiz. Chinese, Chinese yoki Chinese desanglar bo'ldi. Xitoyning Xitoy degan gap,
Keyingi so'zning birinchi tovushi nima ekan? T ekan. T'ga o'ni qo'shsak to, to. To degan mo degan gap. Manmo, sanmo, umu, bumu deymiz qo'y. Masalan, umu keldi, bumu keldi, manmo o'quvchi, sanmo o'quvchi. Mu, to, to. Endi tekst yo'q bir necha so'z bor. Men uni qo'shib etdim. Mishada o'rganib olasizlar. Mana so'zning birinchi tovushi nima ekan? Ekan. Ihqni qo'shsak in, jihni qo'shsak ind. And yoki in, inlam yoki and. Ya'ni 3 xil o'qiladi Amerika ingliz tilida. Endi qanaqa vaqtda in o'qildi, qanaqa ind deb o'qildi degan joy ko'pincha holda in deb olamiz. You and me, you and me, you and me. Sen bilan men degan gap. Endi masalan nimalarni ichiga kirgan joyda, masalan jumlalarni ichiga kirgan joyda in deb aytadi, andninki o'qilishi shu, and degan ma'no beraveradi. Yoki and deb oldi bo'laverdi. Buning ma'nosi va bilan billa hamda degan ma'no chiqadi. And deb olsanglar bo'ldi, in deb olsanglar bo'ldi, in deb olsanglar bo'ldi. Lekin ko'pincha vaqtda biz so'zlagan chaqda asosan in yoki in deb boshqa ikkisini olamiz. And deganda backrock bir narsani backrock emphasize, ya'ni demakchi backrock ta'kidlagan chaqda and deb chiqadi, and deb chiqadi. Bo'lmasa in normalda in deb chiqadi ingliz tilida. Aniki yana bir teksti yo'q so'z, ya'ni ikki so'z bor. Birinchi so'z ma'ning o'qilishi nimikda? Shda, shga i'ni qo'shsak she. She degan u qizchaq. U qizchaq. Ya'ni demakchi u degan gap, lekin qizbola qartimiz. Uyg'ur tilida u qizbola deb keyin qizbolani qo'shib olamiz. Yoki u bola deymiz. U qizbola desak, qizbolani ko'rsatadi. U bola desak, akishni ko'rsatadi. U odam desak, akishni ko'rsatadi. Shunaqa, yoki u ayol desak, bu ayol kishini ko'rsatadi. Ya'ni she degan gap Uyg'ur tilidagi u qizchaq, u ayol degan ma'no berdi. U qizchaq, u ayol. Endi ma'noning birinchi tovushi nima ekan? Gap. I'ni qo'shsa he. He degan gap u er degan gap. Ya'ni u bola, u er Uyg'ur tilida akishini, ya'ni o'g'il bolani u bola deymiz. Ato'qan yuqaroq odamni u er yoki u odam deymiz-ku. Ya'ni Uyg'ur tilidagi u bola, u odam deganni inglizda he deb olamiz. U qiz bola, u ayol deganni-chi she deb olamiz. She deb olamiz. Okay. Unda bo'lsa 5-darsninki so'zliklarni bir o'qib o'taylik, so'zliklarni bir o'qib o'taylik. Mr. Apandim. Good, yaxshi. Morning, atigan, sahar. Miss, qizchaq, to'y qilmagan qiz bola. New, yangi. Student, o'quvchi. French, fransiyalik, fransiyaning. German, germaniyaning, germaniyalik. Nice, yaxshi, esil, baland. Meet, ko'rishish. Japanese, Yaponiyaning, yaponiyalik. Japanese, Yaponiyaning, yaponiyalik. Korean, Korean, Korean. Koreyaning, koreyalik. Chinese, Chinese, Xitoyning, Xitoy. To, mu. And, in, and. Bilan va billa. She, u qizchaq, u ayol. He, u er, u bola. Mr. Good. Morning. Miss. New. Student. French. German. Nice. Meet. Japanese. Japanese. Korean. 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 Chinese. Chinese. To. And. In. And. She. He. Endi 5-darsning teksti qarab boqaylik. 5-darsning teksti bir yangi o'quvchi bir sinfga kirgandan keyin buni o'qituvchisi boshqa bolalarga tunishtirib qo'ydigan. Ya'ni demakchi bu tekstning asosli maqsadi yangi bir odamni tunishgan chog'da zodi qanday deymiz deganni o'rgatadigan tekst. Masalan, o'qib baqsaq, good morning, Mr. Black. This is Miss Sophie.
Sophie DuPont. Sophie is a new student. She's French. Sophie, this is Hans. He's German. Nice to meet you. And this is Naoko. She's Japanese. Nice to meet you. And this is Changwoo. He's Korean. Nice to meet you. And this is Lu Ming. He's Chinese. Nice to meet you. And this is Xiao Hui. She's Chinese too. Nice to meet you. مش تكسكن endi tarjim qilib boqsaq good morning deganda men so'zlikni o'tab oldim, ya'ni atayligingiz xayrli bo'lsin, ya'ni inglizlar degani ko'rishgan chaqda shular good morning deb oladi, shu bo'yicha atayligingiz xayrli bo'lsin degan ma'no ber good morning deydi. Good morning Mr. Blake. Yani Mr. Blake degan nima o'qituvchisi Mr. Blake kirib good morning dedi bolalarga, bolalar hamiz qaytirib dedi good morning Mr. Blake, Black apandim atayligingiz xayrli bo'lsin deydi. Andan o'qituvchi Sophie degan qizvalni tanishtirib o'tadi. This is bu bo'lsa Miss Sophie. Bu bo'lsa Sophie qizchaq. DuPont Sophie is Sophie DuPont. Bu bo'lsa Sophie DuPont qizchaq. U taqda o'qigan qizlar demakchi. Sophie is a new student. Sophie bo'lsa bir yangi o'quvchi. She is French. U bo'lsa fransiyalik. Sophie and Sophie'ga ballan tanishtiradi. Sophie, this is Hans. Bu bo'lsa Hans. He's German. U bo'lsa germaniyalik. Nice to meet you. Ko'rishganimdan xushalman. Nice to meet you degan gap siz bilan tanishganligimdan xushalman degan gap. Tunji qatim ko'rishgan chaqda ishiltimiz haqiqa. Nice to meet you. And degan nimda do'q bilanda this is Naoko. Bu bo'lsa Naoko. She's Japanese. U bo'lsa yaponiyalik deydi. Nice to meet you. Ko'rishganimdan xushalman. And this is Changwoo. He's Korean. Bu bo'lsa Changwoo. U bo'lsa koreyalik. Nice to meet you. And this is Lu Ming. Bu bo'lsa Lu Ming. He's Chinese. Bu bo'lsa Lu Ming. U bo'lsa nima Xitoy. Nice to meet you. And this is Xiao Hui. She's Chinese too. Nice to meet you. Bu bo'lsa Xiao Hui. U bo'lsa Xitoy degan gap. Ummu Xitoy. Endi to deganga diqqat qilsak, Uyg'ur tilida ummu deb keyingilam keldi-ku, endi ingliz tilida to degan gap. To degan gap. Jumlaning eng oxirgi keldi, undan keyin xuddi ismning oxiriga muni qo'shib qo'ygandek bir ma'no berdi. Ya'ni me too, menmu shu. Me too. I am a student. She is a student too. Men bo'lsam bir o'quvchi. U qiz qizmu bir o'quvchi degan gap. Ya'ni to jumlaning eng oxirida kelib mu degan ma'no berdi Uyg'ur tilidagi. Ummu, bummu degan mu. Bu tekstda boshqa cho'ng masala yo'qkan. Çoğumen asta bir qatam o'qirman, tiz bir qatam o'qirman, andan keyin tiz bir qatam o'qirman, shu bo'yicha o'qishni mashq qilsizlar. Good morning Mr. Blake. This is Miss Sophie DuPont. Sophie is a new student. She is French. Sophie, this is Hans. He is German. Nice to meet you. And this is Naoko. She is Japanese. Nice to meet you. And this is Changwoo. He is Korean. Nice to meet you. And this is Lu Ming. He's Chinese. Nice to meet you. And this is Xiao Hui. She's Chinese too. Nice to meet you. And normal o'qilish, yeah? Good morning, Mr. Blake. This is Miss Sophie DuPont. Sophie is a new student. She is French. Sophie, this is Hans. He's German. Nice to meet you. And this is Naoko. She's Japanese. Nice to meet you. And this is Changwoo. He's Korean. Nice to meet you. And this is Lu Ming. He's Chinese. Nice to meet you. And this is Xiao Hui. She's Chinese too. Nice to meet you. And good morning, Mr. Blake. This is Miss Sophie DuPont. Sophie is a new student. She's French. Sophie, this is Hans. He's German. Nice to meet you. And this is Naoko. She's Japanese. Nice to meet you. And this is Changwoo. He's Korean. Nice to meet you. And this is Lu Ming. He's Chinese. Nice to meet you. And this is Xiao Hui. She's Chinese too. Nice to meet you. Son bilan bizniki 5-chi darsimiz misha tugaydi. O'qigan chaqda, o'qib chiqqan chaqda cho'qim talaffuzga diqqat qilsizlar, talaffuzga cho'qim diqqat qilsizlar.
Endi 6-cı dərsning sözlüklərə qarab baxaylı. Birinci söz nima ekan? Birinci sözning birinci tovushi m ekan. M-ga ni qo'shsak make, ni qo'shsak make. Make degan marka degan gap. Mashinaning markasi boshqa markalarni ko'rsatadi. Make, ha, marka. Buning fe'llik shakli bor, buni keyin o'rganamiz, ha. İkinci söz. Birinci tovush nima ekan? Shga. Ikkinchi tovush nima ekan? Wahga. Ya'ni eg'iz o'tirg'i jumla holatga ikki tarafga ochilgan wahga. Wahga ni qo'shsak we. Ana keyin nima ekan? Dihgan. Dihga ni qo'shsak de, shni qo'shsak dish. Swedish, ha, Swedish. Ya'ni buning urg'isi beji ekan shunga keyinni kuchli qilmaysizlar. Swedish, ha, Swedish. Shvetsiyaning shvetsilik degan gap. Ammo so'zning birinchi tovushi nima ekan? Ega. Ega ni qo'shsak eng. Ni qo'shsak enga. L'ga en qo'shsak le, shni qo'shsak lish. English. English de Angliyaning ingliz degan gap, ha. Endi ma so'zning birinchi tovushi nima ekan? Ihga. Keyingi tovush nima ekan? Mga. Mga ni qo'shsak ma. Rga en qo'shsak re. Ma re. Kga ni qo'shsak k, ni qo'shsak kin. American. American. Endi bu yerda qaranglar, so'zlar yo'q ekan, shunga American. American. Urg'u me degan shunga American. Amerikan emas, ha? American. American degan gap Amerikalik degan gap. Endi ma so'zning birinchi tovushi nima ekan? Ega. Ikkinchi tovushi nima ekan? Tka. Tkani qo'shsak ta. Ni qo'shsak tal. Yig'ga, yiga ni qo'shsak y, ni qo'shsak yin. Italian. Italian. Italian degan gap Italiyaning Italilik degan gap, ha? Italian. Keyingi so'zning birinchi tovushi nima ekan? Vga. Vga ni qo'shsak vowel, ni qo'shsak vowel. Vga ni qo'shsak vow. Volvo. Volvo ni bilsa Volvo. Mashina markasi, ha? Endi ma bu Fransiyaning bir mashinasi bor. Pga ni qo'shsak pu. Jga ni qo'shsak jo. Peugeot. Peugeot degan gap Peugeot deymiz. Ma bu sherning oldida mana sherninki belgisi bor. Mashina shu, ha? Peugeot. Fransiyaninki. Shunga o'qilishim bir xil g'alati mohiyatning yozish bilan faqat o'xshamaydi. Anki ma'lum birinchi tovush nima ekan? Mga. Mga ni qo'shsak mer. Shga ni qo'shsak shay. Dihga ni qo'shsak d, ni qo'shsak dis. Mercedes. Mercedes. Ya'ni demakchi buning urg'isi c ekan, unda esa Mercedes. Ya'ni sen kuchli qilganmiz. Mercedes degan Mercedes degan gap, ha? Mercedes degan gap. Anan keyin nima ekan? Ma'lum birinchi tovushi tka. Tka ni qo'shsak toy, o ma'lum nima ekan? Qo'shma tovush o ekan, o tka ni qo'shsak t. Toyota. Toyota degan gap Toyota degan gap, ha? Toyota. Keyingi so'zning birinchi tovushi nima ekan? Dihgan. Dihgani qo'shsak da, wahga uni qo'shsak vu. Davu. Davu degan gap, ya'ni Koreyaning mashinasi, ya'ni davu, ha? Davu degan mashina. Anki nima ekan? Mini. Mini nima ma'no bo'lsa, kichik Angliyaning mashinasi, ha? Mini. Minining o'zining ma'nosi kichik degan ma'nosi chiqadi. Mini degan mini markalik mashina. Ananikin ma'lum birinchi tovushi nima ekan? Fga. Fga ni qo'shsak for, ni qo'shsak for, dahni qo'shsak Ford. Ford degan gap Ford mashina, ha? Ford mashina. Ananikin Italiyaning bir mashinasi bor. Birinchi tovushi nima ekan? Fga. Fga ni qo'shsak fi, ni qo'shsak Fiat, ni qo'shsak Fiat. Fiat. Fiat degan gap. Yoki buni bir necha xil asal to'g'ri bo'laverdi. Fiat, 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 Fiat bo'laverdi, ha? Ya'ni Fiat. Bu necha xil desam bo'ladi? Fiat, 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 Fiat bo'laverdi, ha? Bo'laverdi. Fiat markalik mashina. So'zliklarni bir o'qib o'taylik. Make marka. Swedish, Shvetsiyaning shvetsilik. English, Angliyaning ingliz. American, Amerikaning amerikalik. Italian, Italiyaning italilik. Volvo, Volvo. Peugeot, Peugeot. Mercedes, Mercedes. Toyota, Toyota. Daewoo, Daewoo. Mini, Mini. Ford, Ford. Fiat, 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 Fiat. Fiat markalik mashina. Make. Swedish. English. American. Italian. Volvo. Peugeot. Mercedes. Toyota. Daewoo. Mini. Ford.
Fiat, 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 fiat. Sözlükler muştonlar tugide hem de tek dersin teksti. Bu bolsa ma maşina bu mayanın maşinisi degan tekstken. Birincisiga qarasanglar it's a Volvo. It's a Volvo. Bu bolsa bir Volvo. Volvo markalık maşina. It's Swedish car. Bu bolsa Şivisi'nin maşinisi. Muş boyunca mağdu. Ya qarasanglar it's a Volvo. Bu bolsa Volvo markalık maşina. It's Swedish car. Bu Şivisi'nin maşinisi. It's a Peugeot. Bu bolsa Peugeot. It's French car. Bu bolsa Fransa'nın maşinisi. It's a Mercedes. Bu bolsa Mercedes. It's German car. Bu bolsa German'ın maşinisi. It's a Toyota. Bu bolsa Toyota. It's Japanese car. Bu bolsa Japonya'nın maşinisi. It's a Daewoo. Bu bolsa Daewoo. It's Korean car. Bu bolsa Kore'nin maşinisi. It's a Mini. Bu bolsa bir Mini markalık maşina. It's English car. Bu bolsa Anglia'nın maşinisi. It's a Ford. Bu bolsa Ford maşina. It's American car. Bu bolsa Amerika'nın maşinisi. It's a Fiat. Bu bolsa Fiat. It's Italian car. Bu İtalya'nın maşinisi. It's a Volvo. It's a Swedish car. It's a Peugeot. It's French car. It's a Mercedes. It's German car. It's a Toyota. It's Japanese car. It's a Daewoo. It's Korean car. It's a Mini. It's English car. It's a Ford. It's American car. It's a Fiat. It's Italian car. İşte onların bugünkü 5. 6. dersligimiz müşahede. Bu katımlık meşik dersi şembe günü kez saat 7-8'gacha hem yakshanba günü kez saat 7-8'gacha ilib berildi. Meşik dersiga çoğum to'liq qatnashinglar. İkinci tapşırıq o'tilgan so'zliklarni va tekstni so'zliklarni 10 qatim, tekstni ankamda 2 qatim ko'chirib bana yo'llab birsizlar, men ko'raman. Shundan birgalik ders tugadi. Hammanglarningki xushvaqt bo'lishinglarni tilayman.